Shu yoshimgacha xonimni faqat qasqonda pishirish mumkin deb yurgan ekanman. Kecha Reels ko'rib o'tirsam, bitta qiz "Manti qo'zg'onim yo'q" deb xonim pishirmay turgan bo'lsangiz, eng katta xatoni qilyapsiz. Hozir men sizga tavada xonim qilishni ko'rsataman deb qolsa bo'ladimi? Qarasam qilgan xonimi bip-binoydek o'xshab turibdi-da. Men ham shuni takrorlab ko'rdim. Kecha xo'jayinimlar olib kelgan qazini suviga bitta tuxum, un solib, qattiqqina xamir qilib, kartoshka bilan piyozni mayda qilib to'g'rab, qiyma va ziravorlar qo'shib, nachinkani ham tayyorlab oldim. Qazini sho'rvasiga bo'lgan xamirni olib, yupqaroq qilib yoyib olib, o'rtasiga yog' surib, nachinkani bir tekisda qilib joylab oldim. Xonimni tayyor qilib o'rab oldim, lekin xayolim manti qo'zg'onda emas, qanaqasiga tovada pishirsa bo'lar ekan degan fikr bilan band bo'ldi-da. Bu orada xonimni qaylasini ham tayyorlab olish kerak edi. Shuning uchun bitta piyozni mayda qilib to'g'rab, qizib turgan yog'da qovurib oldim. Piyoz tillarang tusga kirib, o'lgandan keyin bitta sabzini cho'rkadan chiqarib, uni ham qo'shib yoramiz. Tuz namagini rosalab olib, blenderlab olgan pomidorimizni qo'shib, qovurishda davom etamiz. Qovurayotgan qaylamizga ozginagina qazini suvini qo'shib olgandim, u joyi videoga tushmay qoldi. Tayyor xonimni qaylaga joylashtirib, qopqog'ini yopib, balandroq oluvda dimlab pishirib olamiz. Mazasini sizlarga so'z bilan ta'riflab bera olmayman, yaxshisi o'zingizlar tayyorlab ko'ringlar.